Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Angliya siyasi partiyalardan saylamda g'alaba qilsa, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish talab qilindi. Mustaqillik xabar torining 12-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Angliya siyasi partiyalardan umumiy saylamda g'alaba qilsa, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilishga chaqiriq qilindi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish safarbarlik guruhi, Emgakchilar partiyasi, Erkin demokratlar partiyasi va konservativlar partiyasiga xat yozib, ulardan saylam jarayonida Uyg'urlar jamiyati uchun intayin muhim bo'lgan halqaliq masalalarni hal qilishni va muvofiq tadbir qo'llanishga va'da berishni talab qildi. Hatto keyingi hukumat Xitoyning atalmish Shinjondagi Uyg'urlarni qul emgakiga selish bilan munosabatli mahsulotlarni import qilishni cheklashi kerak va yana Angliyaning zamonaviy qulluq qonunini kuchaytirib, majburiy genni nazorat qilish va kamsitish uchun qo'llanayotgan yangi gulinayotgan texnikalarga qarshi turish kerak deyildi. Erkin demokratlar partiyasi o'zlarining xitobnomasida Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligining irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan barobar ekanligini e'tirof qilishga va'da berdi. Muhofizkorlar partiyasi o'zlarining to'liq saylam taklifida bu temani aniq tilga olmagan bo'lsa-mu, sobiq ministr Sir Ian Duncan Simsni o'z ichiga olgan yuqori darajalik muhofizkor partiya arboblari yaqinqi yillarda parlamentda Uyg'urlar duch kelgan qirg'inchilik haqida so'z qilgan edi. David Lammy, biz kasbdoshlarimiz bilan ko'p taraflama harakat qilamiz. Xalqaro sud orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga tirishamiz dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti ictimai axbarat şübhəsi X'də Angliya hökuməti məyli Əmgəkçilər Partiyası yoki Muhafizkarlar Partiyası tərəfindən idarə qılınсын, Uyğurlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishi va ayblashi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Xalqaro Jinoiy ishlar sud məhkəməsiga sunğan arzini qo'llash orqali adolatni tajalli qildirish kerak dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi Angliya Emgakchilar partiyasi bayonotda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni gavdalantirolmasligi o'zini niqoblaydi va Beyjingni xotirjam qilishni xohlaydiganligini ko'rsatgandek ko'rinadi. Keir Starmer va David Lammy siyosiy qulaylik uchun Uyg'urlarni pido qilmasligi kerak dedi. Tajovuzchi Xitoy davlati etnik ishlar kengashining direktori Pan Yue Qashqar shahrida chorshanba kuni atalmish Shinjongning o'tmishi va kelajagi degan temada o'rinlashtirilgan xalqaro minbarda qilgan muhim so'zida G'arb rayon xalqlari azaldan Xitoy kulturining o'rtaq qurg'uvchisi bo'lib keldi degan va yana nurg'ulg'an to'qilmalarni bozorga solib, insoniyat taraqqiyotiga o'chmas tuhfa qo'shgan Uyg'urlar yaratgan madaniyatni atalmish Junxo madaniyati qilib tunishtirib, Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib besolg'inni inkor qilishga tirishib, Osmosiya siyosatini gavdalantirgan. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin amanlıq və tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer apandi bununla ijtimoiy axborot şübhəsi X'də radiya berib, Xitoy kulturi Sharq Turkiston və texim ko'p O'rta Osiyo rayonida asosan yo'q edi. Chunki Manju Qing hokimiyati Sharq Turkistonni ishg'ol qilganga qadar u yerdagi birdan-bir xitoyliklar qadimgi Ipak yo'lidan o'tadigan savdogarlar edi. Undan keyin Xitoy Xalq Cumhuriyatining 1949-yili Sharq Turkistonga tajovuz qilishi va mustamlikachilik siyosati, majburiy assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik qilishigacha ahamiyatsiz edi. Halbuki Xitoyning Shiyu, ya'ni G'arb rayonlar, G'arb davlatlari atalg'usi Xitoy yoki Xitoyliklar bilan munosabati yo'q, ayrim va egalik huquqliq bo'lgan Yumin eg'izdan halqagan O'rta Osiyo davlatlarini ko'rsatadi. G'arb rayonlar hayotda kuchga to'lgan o'zgacha merosga ega Hindi, Yevropa va Hun turk xonliqlariga qaratilgan dedi. Ukrainaning xabarlari torining yaqinqi xabarida aytilishicha, Xitoy yuqori sifatli bayqash sonliq ma'lumotlar orqali yer shari olam havoraydan oldin ma'lumot berish va ogohlantirish uchun shimolda o'ttir kenglik yuqori chastotliq radar torini qurgan. Torning tunji turkumdagi ilmiy bayqash natijasi Beyjingda ochilgan darajadan tashqari qo'sh qutb nuri radar tori superdarining xalqaro sexida e'lon qilingan. Xitoy Fanlar akademiyasi davlatlik olam ilmiy markazi tarafidan yasalgan bu tor 2023-yil oktyabrda tamomlangan. Bu tor yana yer osti punktlarining bo'shliq havo rayini nazorat qilish tori Xitoyning Meridian turining ikkinchi bosqichining bir qismi ekan. Xitoy Fanlar akademiyasi qaramog'idagi davlatlik olam fanlari markazi Xitoyning yuqori chastotliq moslashchan tarqoq radar texnikasining ilmiy tadqiqotda yangi bosish hosil qilganligini hamda bu sohada xalqaro hamkorlikni cho'nqurlashtirganligini aytgan.
Ionosfera yer shari atmosferasidagi barliq zararlangan zarrachalarning makoni bo'lib, olam punkti qatorliq nurg'un olam kemasiga sohibxonlik qiladi ekan. Olimlarning aytishicha, ionosfera qoidasizligi signalni qalayimqonlashtiradi ekan. Xitoyning shimolidagi Jilin o'lkasi, ichki Mo'ng'ul avtonom rayoni va atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga 6 yuqori chastotaliq moslashtirilgan tarqoq radar o'rnatilgan. Bu yuqori chastotaliq radar zanjiri Osiyo sohasining o'rta va egiz kenglikdagi ionosfera qoidasini o'zliksiz bayqash bilan ta'minlaydi ekan. Xitoy Fanlar akademiyasi qarmog'idagi davlatlik olam fanlari markazining xabariga qaraganda, tekshirish doirasi janubdan shimolga 4000 kilometr, sharqdan g'arbga 12000 kilometrdan oshadi ekan. Yuqori chastotaliq radar zanjirining yer shariga yaqin olam muhitidagi ahvollarni nazorat qiladigan yer shari ilmiy radar turi superdaringga qo'shilishidan umid bor ekan. Hamda Angliya va Kanadadagi sonliq ma'lumot ombiri bilan dal vaqtida uchur almashtirish va hambahirilanish imkoniyatiga ega qiladi ekan. Superdarin Xitoy tavsiya qilgan Angliya, Amerika, Kanada, Yaponiya, Xitoy, Fransiya, Italiya, Norvegiya, Avstraliya va Janubiy Afrika qatorliq 10 necha davlat a'zo bo'lgan xalqaro Meridian chembirgi programmasiga qatnashgan asosli xalqaro tashkilotlarning biri ekan. Uyg'ur kishilik huquq masalasining xalqaralashganligini muayyanlashtirish o'z navbatida mustamlika ostidagi qirg'inchilikning shiddatli yuzaga ochilgan oz kam 7 yil mobaynida dunyoga mustaqillik deb ko'rinmaslikda ching turish, o'rniga majozga jo'rig'ili bo'ladigan ozodlik ifodasini qo'llanib turib ko'rinish. Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning Yahudiylar boshdan kechirgan Holokost qirg'inchiligidek ansirgidek ish emasligini ta'kidlash. Yana kelib, bo'layotgan qirg'inchilikning mustamlikachilik ostida yuz berayotgan qirg'inchilik bo'lmasdan, qandaqdir bir irqning o'z territoriyasi ostidagi yana bir irqqa elib berayotgandek hokim millatning fuqarolari orasida ayrimchilik qilish tusidagi milliy kamsitish va madaniyat vayronchiligi. Mustabid hokimiyatning hokimiyatiga tava xalqqa ikkinchi sinf muomalasi qilayotgan fuqarolarga qarata tengsiz muomala qilib zulm selishi va haq-huquqlarini dafsanda qilayotganlik masalasi ekanligidek munofiqona propagandalari orqali vatan sirtidagi siyosiy da'vo yo'nalishini tugal haq-huquq masalasi ramkasida siqib turishni asos vazifa qilgan siyosiy ansambullarning va ularning zalolat tug'ini atalmish oydinlatquchi mash'al bilan bo'yab egiz ko'tarib mengayotgan shalg'ut zihniyat toiflarining utqi ekanligini tan olishni o'z ichiga oladi. Demismi, reallik mazkur muayyanlashtirishning to'g'ri diagnoz ekanligini tasdiqlab turibdi. Chunki ilm Sharq Turkiston xalqining mustamlaka ostida ko'rayotgan zulm sitamlari Holokostdan battar. Ammo farqliq va yoshirin tusda boshdan kechirayotgan irqiy qirg'inchilik musibati davomlashib turibdi. Jazo lagerlari otliq qirg'inchilik fabrikasi nashr yanglab, yanama sistemaliq, yanama maxfiylashgan, ko'paygan va yovuzlikda daraja atlagan holati bilan xizmat funksiyasini yuqori sur'atga chiqarib, to'xtovsiz davomlashtirib turibdi. Xalqaro jamiyatda bo'lsa, Sharq Turkistonning mustamlaka tarixining navbatdagi eng shiddatli qirg'inchilik davri atalmish Uyg'ur kishilik huquq masalasi, atalmish Uyg'ur rayoni masalasi, Şinjan masalasi qatorliq masxaralik qalpoqlari bilan zaryadlantirilgan, ramkalangan, hatto markalangan holati bilan xalqaralashgan bir vaziyatni shakllantirib turibdi. Darvaqa bu Sharq Turkiston masalasini bir turlik ahamiyatsizlashtirish, zulmning darajasini tuvanlashtirib, qazlaqqa band qilish, ichinarliq holda mustamlaka ostida planliq yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni, inson qalbidan chiqqan mustamlakachilik jinoyatlarining yagona chiqish yo'lini atalmish kishilik huquq masalasi ramkasiga selib turib, put-qo'lini tushakashning amaliy g'albisi bo'lmay nima? Burhan Muhammadning maqolalaridan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.